Excel'da jadvalni qanday saqlash mumkin? Excel dasturida yaratilgan jadvalni saqlash uchun quyidagi qadamlarni bajarishingiz kerak. Qadamlar: birinchi navbatda File menyusiga kiring. Excel oynasining chap yuqori qismida File menyusi joylashgan bo'ladi. File menyusini bosganingizdan keyin sizga oyna ochiladi. Bu yerda Save yoki Save As. Save degani saqlash, Save As degani boshqacha saqlash. Boshqacha saqlash qanday? Save As'ni bosganingizda siz faylning nomini o'zgartirish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Faylni saqlamoqchi bo'lsangiz, fayl saqlamoqchi bo'lgan joyni kompyuter orqali kompyuter belgisini tanlab, u yerda saqlashni kiritishingiz mumkin. Bu yerda nafaqat kompyuter, OneDrive, USB va hokazo turlari bo'lishi mumkin. Kompyuterni belgilaganingizdan keyin fayl nomini kiritishingizni so'raladi. Fayl turini tanlayotgan holatda odatda XLSX formatda bo'ladi va saqlash tugmasini bosganingizdan keyin bu narsa avtomatik ravishda saqlanadi. Tezkor usullar: misol uchun klaviatura yordamida saqlashni amalga oshirish. Ctrl+C tugmasini ikkalasini birda bosgan holatda siz faylingizni saqlashingiz mumkin. Bu Ctrl+C faqat Windowslar uchun amal qiladi. Mac sistemalar uchun, ya'ni Apple texnologiyalari uchun Command+S tugmasining birikmasini bosish bilan amal qiladi. Xulosa: Excel jadvalini saqlash uchun bu yaratilgan ishlarni yo'qotmaslik uchun amalga oshirish uchun muhim qadam hisoblanadi. Misol uchun siz juda ham zarur fayl ustida ishlayapsiz, juda ham yirik hisob-kitoblarni amalga oshirdingiz, lekin saqlashni esingizdan chiqarib qo'ydingiz. Bu esa sizni yana boshqatdan o'sha narsalarni qaytadan yozib chiqishga majbur qiladi. Agar siz fayllarni saqlamoqchi bo'lsangiz, xuddi shu amallar orqali siz o'zingiz vaqtingizni tejashingiz mumkin.